Tez ayollarimizga sevgi izhor qilib turaylik. Sandaqa go'zali yo'q dedingda, boshqa narsa kerak emas ayol kishi. O'sam bo'lib ketadi. Seni sevaman, menga shirindan shakar farzandlar dunyoga keltirib berganing uchun. Sandaqasi men uchun yo'q deb qo'yingda, osmonga uchib ketadi. Ayol kishiga bundan ortiq narsa kerak emas. Payg'ambar alayhisalom Oysha onamizni erkalatib turardi. Erkak kishi ikkita vazifani bajarish kerak oilada. Birinchisi moddiy vazifa, ikkinchisi ma'naviy. Hammasining hikmati bor o'zimda. Moddiy ma'naviyat deb erkak sifatida oilani boshlig'i sifatida hamma moddiy ta'minot qilib qo'yish kerak. Mahar, ayolini yeyishi, ichishi, nafaqasi, kiyimi, uy-joyi. Ikkinchi erkakning majburiyati ma'naviy majburiyat. Ayoliga mehr berish, muhabbat berish, qalbini ochish. Ayollarimizni o'shaning uchun azizlar yaxshi ko'raylik. Rasululloh Oysha onamizni yaxshi ko'rgandaqa, Xadija onamizni yaxshi ko'rgandaqa yaxshi ko'raylik.